Instagramda tez mashhurlikka erishib ketishni juda ham ko'pchilik xohlaydi, to'g'rimi? Lekin buni katta minuslari borligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu videoni oxirigacha ko'ring, men bular haqida aytib beraman. Birinchisi, bu yoqda juda ham katta bosim bo'ladi. Shaxsan boshimdan o'tgan, siz chiqishni boshlaganingizdan keyin sizga murojaatlar odatiy turmush tarzingizga nisbatan 10 baravargacha ko'p bo'ladi. Va bu joyda odam shoshib qolishi, o'zini yomon his qilishi, ulgurmay qolish ehtimoli juda ham katta. Ayniqsa siz introvert va perfeksionist odam bo'lsangiz, bu joyda kasal bo'lib qolishingiz ham mumkin. Ikkinchi minusi, mijozlar haddan ortiq ko'payib ketishi. Chinnimisan asror, mijozlar ko'payishida nima minusi bor deb o'ylashingiz mumkin. Har bitta narsani o'zini normasi bo'ladi. Agar mijozlar ham siz qabul qila oladigan darajangizdan 2 baravar ko'payib ketsa, siz qanaqa ishlashingizni va ishxonangizdagi tizim qanaqa buzilib ketishini tasavvur qilib ko'ring. Tizim buzilib ketgandan keyin mijozlar недовольный bo'ladi, ularga yomon xizmat ko'rsatiladi va bu sizni minusingizga ishlaydi. Eng yomoni bu emas, eng yomoni bu davomiy bo'lishi. Yarim yillab, 1 yillab agar siz trendda bo'laveradigan bo'lsangiz, aktivingiz katta bo'laveradigan bo'lsa, murojaat ko'p bo'ladi, lekin sifat yomon bo'ladi va sizni nomingiz qoralanib ketadi va bunaqa keyslar bozorda juda ham ko'p. Uchinchisi va eng yomonlaridan bittasi bu yulduzlik kasalligiga uchrab qolish xavfingiz. Ya'ni men zo'r odamman, mendan zo'ri yo'q va men hammaga kerakman, mendagi qila oladigan odam yo'q degan xayol miyangizga kelib qolish va bu sizni oyog'ingizdan chaladigan eng katta dushmaningiz bo'ladi. Shuning uchun hamma narsa o'zini vaqtida, sekin-sekinlik bilan bo'lgani afzal. Fikrimga qo'shilsangiz videoga bitta like bosing. Shaxsiy brend haqida ko'proq informatsiyani doimiy ko'rib borish uchun albatta bizani kuzatib boring.